Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Hozir biz BBC dilerlik markazidan video olyapmiz. Qisqacha sizlarga qanaqa texnikalar bor va ularning xususiyati hammasini bir boshdan sanab, gapirib, ma'lumotlarni to'liq berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum bizning qadrli YouTube ixlosmandlarimiz va kuzatuvchilarimiz. Hozir biz sizlarga bizda sotuvda mavjud bo'lib turgan va top 3 eng hit prodajda bo'lib turgan texnikalarimizni birin-ketin sizlarga ko'rsatib beramiz. Sizlar ungacha like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Va kanalga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. Qani unda biz boshlaylik. Bizda birinchi texnikamiz bu Fabtiger V bazasida o'sha eng trendi bo'lib turgan 27,5 kubalik silimetallitskiy avtofurgon. Bum tomonidan bu texnikamizga okela forchkalar qo'yib ketganmiz. Qollari MDF dan, yonlari bo'lsa qattiq bo'lgan fanerdan, ramalari usiliniy bo'lgan va uzaytirilgan. Eng qizig'i 10+4 resorlar bilan jihozlangan. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. 19,5 o'lchamligi o'sha beskamerli shinalar bilan jihozlangan okela. Bu yoqda zapaskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu joylariga gel, mamutga suv solib qo'yib, agar shu qo'lingizlar kir bo'lgan bo'lsa, shu bilan foydalanib yuvib ketishingiz ham mumkin. Bu yoqda quticha, kerak pulchlaringlar, har xil narsalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Va eng qiziq joyi mana mana shu yerda magnitoshitel uchun ham maxsus qutichalar qo'yib qo'yganmiz. Salonda ortiqcha joy egallab sizlarga xalaqit qilmaydi okalar. 100 litrli bak bilan jihozlangan, 100 kilometrga dizelda 18-19 litr solyarka ichyapti okalar. Bu bizani o'sha 27,5 kubli silimetallitskiy avtofurgonimiz. Nodir endi mana shu 4 kubali samotsvalda ham bitta mijozlarga aytib tushuntirib, buni qarang, bizdan ko'p so'rashyapti. Bu kichkinaroq bo'lib chiqdi. Nodir 4 kublimidi bu? 4 kubli, lekin 4 kubli bo'lishiga qaramasdan gruzo podyomnisi 6640 kilogrammni tashkil qilyapti va umumiy massasi 11 tonna uchida belgilangan. Buni ham baki 100 litrli solyarkada harakatlanadi. Balonlari beskamerli 19,5 shina. Okela bular lekin shaharga juda ham qulay, tez-tez tashishlar uchun. Mana mamutda eng qiziq joyi okela. Balonlarini orqaga emas, mana mana shu yerga qo'yib ketishgan. Bu yog'iga bo'lsa, shu gazga ham joy tashab ketilgan. Kimmi agar shu gazga bo'lgan ehtiyoji bo'lsa, qo'ydirishinglar mumkin okela. Xo'sh, mana orqa stoplari, orqa tarafdan ko'rinishi. Mana og'ir mehnatga mo'ljallangan okela. Uzuplari ham juda ham mustahkam, qalingina temirdan yasalgan. Xo'sh, 4 kubli samotsvalimiz. Bizda nafaqat Fav, balkim Jack brendiga oid bo'lgan texnikalarimiz ham bor. Bu ko'rayotganinglar Promtovarning versiyasi okela. Ishlari juda ham chiroyli qilingan, svetlari o'rnatilgan, qollari MDF. Promtovarning qalin va sifatli sendvich paneldan. Sendvich paneli. Sendvich paneldan yasalgan va qo'llari ham shunday mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Ibrohim aka nafaqat Promtovarning, bizda balki buni bortlik va bu Tentli bo'lgan modifikatsiyalar ham bor sotuvda. Bu yerga keling, mana bu yerda bizga Tentli turibdi, to'g'rimi? Buni yechimni ichini bitta ko'rsating-da. Tentli modifikatsiyamizda eng ko'p so'raladigan, qiziqiladigan joy shuki, gabaritli, usti ochuv bo'lgan, ya'ni texnikalarimiz bor. Bo'yi 2 metrli, to'g'rimi? O'sha va tentovimizning bo'yi 185 sm. Haladinlikni qo'yishsa 2 metrli haladinlik sig'maydi. Shuni Garmoshkali ekanda tenti, to'g'rimi Nodir? Demak, 185 dan chiqadigan 2 metr, 2,5 metrli narsalarni ham garmoshkani yig'ib qo'yib ortsa bo'ladi. Shunaqa yomg'ir qorli masalada, buni ustini yopib qo'yib, xavfsiz mollikni tavalligisini yetsa bo'ladi. Bu yerda o'sha bartovoy modifikatsiyalari turibdi. Kimga Jack yoki Favga oid bo'lgan sifatli texnikalar kerak bo'lsa, bizani rasmiy dilerlik markazi BBC Trax avtosalonimizga tashrif buyuringlar. Sizlarda qo'shimcha savollar bormi? Quyidagi raqamlar orqali biz bilan muammosiz bog'lanib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Hammanglarni BBC Trax avtosalonimizda kutib qolamiz. Bizani qo'llab-quvvatlagan holatda like va kommentariyalarni ayamaysizlar. Kanalga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. O'zingizdan.